Ukajonim, qalaysan? Jahon aka, bormisiz? Ha, kayfiyatingiz zo'r. Endi ukajonim, bugun oylik tushdi. O'shanga sal uydagilarni xursand qilaylik. Ha, aytgandek, temir daftaringni ham och, qarzlarni ham yopib ketaman bugun. Voy, aka. Hozir hisoblayveraman aka. To'xta. Biz qanchadan beri qarz olganmiz o'zi? Aka, siz magazinimiz ochilgandan beri qarzga narsa olasiz. Unda ukam mashinani o'zini hisoblab ber. Men qarzlarimni kredit olib yopaman menimcha. Aka, qo'lingizda pulingiz turibdi-yu, ozginadan to'laganingizda ham davno qarzlaringizni yopib olgan bo'lardingiz. Aka, mana daftar ham to'lib ketdi. To'g'ri aytasan ukam. Qarz daftaring ham to'lib ketdi. O'shanga sanga Lexus degan yangi daftar. Mana shunga hammasini dal shu yozib o'rasan. Men bilan ham yozib qo'y. Voy, qachon daftarga to'lab ketding? Uni ham yozib qo'y. Magazinni yopaman. Bayram bo'lyapti.